Shaharimizda mavsumiy mana shunaqa tabiat hodisalari bo'lganda hammamizga birdek yoqadi, lekin shu bilan birgalikda bu hodisalarning o'ziga xos noqulaylik taraflari bor. Ya'ni shamolli bo'lganda tarmoqlarda qisqa tutashuvlarning ro'y berishi va buning oqibatida xonadonlarimizga yuqori kuchlanishli tok kirib kelishi va mana shu xonadondagi texnikalarni kuyishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun xonadonimizning eshiklariga maxsus qurilmalar ishlab chiqarilgan. Mabodo tashqi tarmoqdan yuqori kuchlanish keladigan bo'lsa, ushbu qurilmani o'rnatadigan bo'lsak, albatta xonadonimizdagi texnikalarni xavfdan saqlab qoladi. Ya'ni bir soniyani mingdan bir demak vaqtida ushbu qurilma ishlab yuqori kuchlanishda kelayotgan tokka zazirmen orqali yerlantiradi va ko'rib turganingizdek mana shu demak yashil bayroqchalari agar qurilma ishlaganidan keyin ichidagi varistor kuyadigan bo'lsa, demak qizil holatga keladi va buni demak siz almashtirish imkoniyatiga ham ega bo'lasiz. Ya'ni yashil bayrog'i qizil bo'ladigan bo'lsa, olib turib o'rniga boshqasini o'rnatishingiz mumkin bo'ladi. Ikkita fazali tarmog'imizga yoki 3 fazali tarmog'imizga ham mana shu qurilmalarni olib o'rnatishimiz mumkin bo'ladi. Albatta, relay напряжениялari ham bor, shunga o'xshash qurilmalar, lekin bu relay напряжениyaga nisbatan juda tez ishlaydi va shuning uchun ham mana shu qurilmani qo'yishni maslahat beraman. Ushbu qurilmani bozorlardagi barcha elektrotovarlar do'konidan xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Foydali videolarni o'tkazavermaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying. Assalomu alaykum.